Assalomu alaykum millat obunachilari, akalar, ukalar, opa singillar. Lada ishqibozlari. Mana yana bitta Lada Vesta SV'miz tayyor bo'ldi. 121 ming kilometr yurgan. Kraskalari toza. Balonlargacha yangi qo'yib qo'yildi, xudo xolos. Salonlar ideal holatda. Monitorlarni ham qo'yib qo'ydik, chiroyli qilib. Xullas kalom olgan odam o'qilishim kerak, monitor qo'yish kerak, balon qo'yish kerak, akkumulyator qo'yish kerak degan narsalarda xudo xolasa holi mashinamiz ideal holatda, inshaalloh ko'rib o'zingizlar baho berishingiz ham mumkin. Bir haydab ko'rasizlar. Salonda ham mana yangi zavoddan chiqqandek holatga qaytardik, xudo xolasa. Qiziquvchilar bo'lsa, ekranimizdagi telefonlarga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Motor holatlari bemalol ko'ringlar, ajoyib. Xuddi zavoddan chiqqandek holatga kelgan inshaalloh. Ko'ringlar, telefon qilinglar, kelinglar, bir haydab ko'ringlar. Ladamiz yoqsa, albatta buni narxini $7,5 deb qo'yamiz. Agar ma'qul kelsa, kelishadigan joyi bor. Albatta kelishtirib beramiz. Mabodo pulim kamroq yetmay qoldi deganlarga o'zaro nasiya savdo qilib, ozmoz muhlat berib, ishinglarni bitkazib beramiz, xudo xolasa. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Alloh hammamizni yaxshi kunlarda uchrashtirsin. Allohim hammamizga shunaqa yaxshi, bundan-da yaxshiroq mashinalarni minishlik nasib qilsin va bizni sizlarga xizmat qilishlikda doim qilsin. Telefon qilamiz.